Ko'pchilik abituriyentlar qiynaladigan yana bitta kasallik bu Klinefelter sindromi hisoblanadi. Klinefelter sindromining kelib chiqish sababi genom mutatsiyasi. Genom mutatsiyasining aneuploidiya shakli, aneuploidiyaning trisomiyasi bo'ladi. Bunda jinsiy xromosoma trisomiyaga uchraydi. Natijada kasallikda 44 ta autosoma va XXY jinsiy xromosoma kuzatiladi. Mexanizmi meyoz bo'linishida tuxum hujayradagi jinsiy xromosomalar to'liq ajralmaydi. Natijada tuxum hujayrada 23 ta autosoma va XX jinsiy xromosoma bo'ladi. Normal spermatozoid bilan tuxum hujayra urug'lanadi. 47 ta xromosomali zigota hosil bo'ladi. Shu zigotadan keyin Klinefelter sindromiga xos organizm rivojlanadi. Biz bu kasallikni sitogenetik metod bilan o'rganamiz. Kimlarda uchraydi desak, faqat erkaklarda uchraydi. Qanaqa klinik belgilari bo'ladi desak, bo'yin, qo'l, oyoq odatdagi nisbatan uzun bo'ladi. Yelka chanoqqa nisbatan tor bo'ladi. Badanida ayollarnikiga o'xshash yog' to'planadi. Jinsiy bezlarning rivojlanishi buziladi. Reproduktiv funksiya salbiy ta'sir qiladi. Balog'at davrida bir qator aqliy qoloqliklar yuzaga keladi. Bu kasallik o'rtacha 500 ta o'g'il boladan bittasida uchraydi.